Hammaga salom. Sizlarga bugun bir kunlik hayotimdan lavha va foydali kontent tayyorladim. Qo'ng'iroq egasi esa Muqaddamxon. Ko'pincha kunim aynan ularni salonidan boshlanadi. Bu kabi soch turmaklarim muallifi aynan Muqaddamxon bo'ladilar. Sizlarga ham yoqdimi? Keyingi manzilga otlanayotgan edim. Telefonga qizildan o'tdimmi, ko'kkami? Eslolmayapman. Sizlarda ham shunaqa bo'lib turadimi? Bu esa Menisiya filmi syomkasi. Hozirgi kunda ikkinchi oilam bo'lib qolgan jamoam yoniga keldim. Aytgancha ko'ryapsizlarmi? Voqealar rivoji bilasizlarmi? Hatto o'zimga ham qiziq. Orada pedikyurga ham ulgurdim. Ertadan chiqib uchrashuvim bor edi. Hamrohim kelguniga qadar ozgina bo'sh vaqtim bo'lgani uchun uni unumli to'ldirish uchun shu bilan birga daromad keltiruvchi Binomo trading platformasidan xabar olay dedim. Boshida demo versiyadan foydalandim. Endi esa real hisobda foyda ko'ryapman. Hamsuhbatim kelgunigacha qaynoqqina kofe ichib tetiklashib oldim. Kunim ham barokatli o'tganiga xursand bo'ldim. Keyin esa uyga qaytdim. Men bilan o'tkazgan bir kun sizga yoqdimi? Izohda kutaman fikrlaringizni.